apparatimiz Darsenval deb ataladi. Uni soch muolajasida ishlatamiz. Ya'ni bu apparatimizni ishlatishimizdan oldin soch ildizlariga ishlatganimizdan keyin soch ildizlari mustahkam bo'ladi, yanayam jiloqor va baquvvat qiladi sochni. Buni Darsenvalni 10 kun davomida soch ildizlari bilan muolajada ishlatamiz. Hech qanaqa og'riq bermaydi, zararli xususiyatlari yo'q. Darsenval apparatida ishlov berganimizdan keyin Dermapen apparatida soch ildizlariga ishlov beramiz. Bunda bir martalik nasatkadan foydalanamiz. Har bitta mijoz uchun bittali nasatka ishlatiladi, keyin tashlab yuboriladi. Keyin bo'lsa soch ildizlarini mustahkamlaydigan, vitaminlarga boy bo'lgan soch spreyini soch ildizlariga muolajasida foydalanamiz. Dermapen apparati bu tabiiy mahsulotni soch ildizlariga, hujayralarga yaxshi yetib borishiga xizmat qiladi.